Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiya da Sırhacı Rozi Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı şkimeğine 22. yıl 10. ayının 8. günü vatandaş. Haberlerini anlap olduğunu Krimiya. Krimiya tarihten biri kanç kıtım Çarvosiya, Türkiye. Türkiye, Çarvosiya oturusuzu kuruşla. Sivastopol, Donbas, Krimiya. Onları tarih çıkırıviteyli kessin deyli. Ahırkı hesapta Lenin Stalin Rusya'da galba kıgandan keyin bu rayon, bu ülke Rusya'ga, ondan keyin Ukrayna müstakil bolgandan keyin Ukraynaga ayırıp berildi. Ukrayna'nın territoriyasi kirdi. 2014-yılı 3. ayının 18. günü şu vaxtki Rusya'ya hazırkı Vladimir Putin prezident asker çıkarıp Krim yani besip aldı vatandaşı. 6-7-8 yıl oldu değil bununla. Hani bugün tünügün keçe del şundaq 8 yıl toşkan münasibetlerimi yakin nime. Atgay saat şehir vaxt 8'den ötkende raketa Krimiya kövrigi dep mi atılıdı? Andın Kiriç kövrigi dep mi atılıdı? Muşu kövrigi tigip hazır tömür yolunu mu toxtattı? Taş yolunu mu toxtattı? Hem taş yol katnaydıgan hem tömür yol katnaydıgan kövrigken bu arkada adetki gipimiz boyunca ise dünya tarihi demez hazır Rusya'nın obrazı, Rusya'nın orni, Rusya'nın tevekkelçilik bilen bir kadın akıllanı bulmagan bir uğraşını başlayıp Ukrayna'ya tecavüz kılışı muşuların hamısı koşup gelsiniz bir bölgüç, devir bölgüç hareket oldu. Rusya Federasyası'nın anda munqariz boluduğanlığı muqimlaştı. Məğlub boluduğanlığı muqimlaştı. Rusya Federasyası məğlub boz Prezident Vladimir Putin'in hali. Nimi bolğay vatandaşım oylap bakın. Hem bu akşamki raketanın tegişin azı torbettir nimi deydi? Kövriki tekken raketa del. Şu günü Prezident Vladimir Putin'in tuğulgan günü. 70 yıllık hayatı. Şunun kılıngan soğa dedi. Krimiyaga tekken raketani Ukrayna'dan aldı. Bu bizden kalbimiz dedi. O galbal devletken de hesap düzce. Bu bizden kalbimiz dedi ten aldı. Yani muşu arlıktan da Krimiya uruşu başlanmadı. Lakin kövrük vurup taşlandı, buzup taşlandı. Söyle bakın ha. Muş yıl 2. ayının 4. günü Prezident Vladimir Putin Beijing'e geldi. Beijing'e gelip kışlık murasim, olimpik murasıma katnaştı. Qaytıp gitti. Bir gün tratılmayla, kolmayla qaytıp gitti. 24. günü Ukrayna'ya 100 bin kişi koşun bile hücum kıldı. Hazır gepti vaxtı belgilep bergen kişi Reis Xi Jinping. Ondaqda akıl kösetken kişi mi Reis Xi Jinping buludu vatandaş. Çünkü bir yer nimi gep var desem mesela şu 4. tislada 24. tislada boğan 20 gün aralıkta sen Rusya Ukrayna uruş kozgaysa lekin bu aralıkta ben olimpik murasim ötküzüvatı ben. Bu aralıkta kozgumay onun deyin ki xuddi Reis Xi Jinping belgilep bergendek degendek o olimpik murasıma 20 gün davamlaştı. 24. gün Ukrayna hücum kıldı. Bugün netice çıktı. Xitay körsetken akılның neticesi qanday qoladi ekan? Xitay danışmanligining oxirgi neticesi qanday qoladi ekan? Shuni ko'rib bakinglar. Mushu nuqtada mushuni bir axloq tuzdanligi yoki bir axloq muhiti yoki axloqning nuqtai nazarida axloqning eng oddiy misoli yaxshi yomonni farq etish inson bolasi yaxshi yomonni farq etadi desa u bola axloqli bola yoki axloqni tushungan bola bo'lganda sen bir Yevropalı Prezident Vladimir Putin onu qo'yibdi. O'zing dunyoda birdan bir davlat Amerika Qo'shma Shtatlarni o'zing so'qishtira oladigan davlat.
İkinci Dünya urushidan keyingi dunyoning vaziyati mush ikki davlat o'rtasida tuzilib, tangsilib, muvozanatlashtirilib, hozirgacha 73 yilni boshdan o'tkazdi Amerika, Rossiya. Biroq bugun Rossiya o'zang tugatdi hisobda. Nima bo'ldi desa, Rossiya kelib Xitoyning gapini anglaydi, Xitoyning maslahatini anglaydi. Xitoy ko'rsatgan maslahat bo'yicha o'zining qo'shni tunugun mustaqilligini berib o'tgan Ukrainaga tajovuz qiladi desa, insoniyatda qanchalik aql bor deb savol qo'ysam, rozi bo'lamsiz vatandoshlar? Insonlarning aqli zada qanchalik deb savol qo'ysam, rozi bo'lamsiz vatandosh? Amerikalik bir büyük bir psikolog var, ismi Maslow deb atiladi. Psikolog Maslow'ning yaqinda yoki burunmi bilmadim, e'lon qilgan bir parcha maqolasida ko'rsatilishi butun insoniyatga qarasang deydi. Bu insoniyatda faqat 1% odam aql bilan yashaydi. Qolganicha endi men boshqa o'qishga olmay, Maslow shunda xulosa chiqarib, faqat 1% aql bilan yashaydi, undan boshqa aqlsizlik. Buning 16 turli ifodasini ko'rsatibdi. Yo'qolib ketmagan bo'lsa, keyin sizlarga so'zlab beraman. 16 turli ifodasi. Aqlliq bo'lishning ifodasi. Sen Yevropalik prezident Vladimir Putin Rossiyadagi bir davlatning yoki Lenin Stalin yaratgan bir davlatning o'zining tasvirida, o'zining mubolag'asida xalq buni qabul qildimi, qilmadimi uni o'ylamayli qo'y. O'zining tasviri va mubolag'asi shundoq turayotgan bir davlatning rahbari kelib Xitoyda maslahat olamsan. Bugun ko'p mag'lub bo'ldi. Endi biz yana bir selektorlar vatandoshlar Krimiyaga etilgan raketa, ko'rikni uzib tashlagan raketa Prezident Vladimir Putinning 70 yoshga to'lgan kuni, xotira kuni ekan, uni qo'yib turaylik. 8-yilda Krimiya ko'rigi, ya'ni Kerch ko'rigiga raketa etildi, uzib etildi, qatnash to'xtadi. 9-yilda 10-ayning 9-kuni Cumhuriyet Partiyasi 19-navbatlik 7-umumiy yig'ini chaqirildi. Undaqda bu ko'rikni portlatish o'xshashla Cumhuriyet Partiyasiga berilgan signalmi vatandoshim? Shuni ko'rib baqing sizga. Men shunda o'ylayman, Cumhuriyet Partiyasi Rossiyadagi Bolsheviklar partiyasining soyisi. Bolsheviklar partiyasining barliq rahbarlari kim bo'lishidan qat'iy nazar, ning soyisi Cumhuriyet Kommunistik partiyasining rahbarlari. 70 yil Cumhuriyatda omon o'tgan yo'q, esenlik bilan o'tgan yo'q. Har kuni demasam, ordu o'zgarishi, siyosiy o'zgarish, harbiy o'zgarish demasangizmi, o'g'inish kursi yoki partiya ishidagi o'g'inish degan ishlar bilan Javziyonni ilib o'tdi, Xuyovbonni ilib o'tdi, Lishovchini o'ltirib o'tdi, Limbiyoni etib o'tdi. Mana shundoq dunyo bu. Chimboda, Pomboda deganlar 18-20 yil qamoqda yotdi. Mavzuning kotiblari vatandosh. Mavzuning ayoli Javchin o'zini esib, darg'isib o'lib oldi. 4 kishilik guruh dedi, 4 Cumhuriyetning 4 nafar davlat rahbarlarining hammasi turmaga solab, turmada yo'qotdi. Cumhuriyet Partiyasining 70 yillik tarixi shu. Shunga deymiz, Rossiyada Bolsheviklar partiyasi tarmar ketdi, Gorbachev bilan ketdi. Endi navbat Cumhuriyet partiyasi keldimi? Men demay buni bugun Rumyanning dunyoga nazari nima deydi desangiz, Krimiya ko'rigi portladi. Vladimir Putin, prezident Vladimir Putinning tugishidagi vaqti yaqinlashdi. Prezident Vladimir Putin tugisa, uning keyindan Reis Xi Jinping navbat keldi. Bu uzoq emas. Deb bugun Rumyanning dunyoga nazari degan to'g'ri betida shu bola. Shunda mavzu qo'yibdi vatandoshlar. Ishlar mana shu yerda yana bir xulosamiz shu bo'lsinki, Krimiya ko'rigi portladi.
Tünügün 6. günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'de g'alaba qildin Cumhuriyet Kompartiyasi. Shundaqmi ya? G'alaba qildin desang arziydi, g'alaba qildin deyli. Uyg'urlar masalasi bo'yicha g'alaba qildin. Bugun 9. kuni ata. 9. kuni 7. navbatlik umumiy yig'in hozir Krimiya tarafdan sana signal keldi. Mushundaq dunyo bu. Men g'alaba qildimda bir kun xo'sh olsang, ertasi uning kendi yetib keladigan o'xshash yetib keladi vatandoshlar. Mana Krimiya voqeasini men mushunchalik tahlil qildim. Siz o'zingiz o'ylab boqing. Ikkinchisida biz yana tahlil qiladigan so'zimiz bor. Buni vatandoshlarga topshiramiz.